Uyghur yazğıçısı Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا namlıq رومانى. Bu roman Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anlatildi. Qizi Naimaning so'zlarini anglagan Xalayning ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. Haq Taala bu ona bolaning taqdir qismatlarini shunchalarmi o'xshash ham sho'r peshona qilib yaratgan bormi? Mas'ud Xalayning yuziga nijosat suvab qilmagan xo'rlig'i qolmadi. Oxiri Xudo uning jazosini berib, qop-qora kuyindiga aylantirib sharmisor qildi. Naima kichigidan tortib beshini silab, shafaat nurlari bilan hayotlik berib, divonalik giryonlardan so'rab elib chiqqan ikramchi. Bu tuz ko'rining Xudo jajisini berdi. Onu chet elda bulangchilar o'ltirib, jasadini 10 necha poch qilib dengizga tashlab etdi. Ammo o'sha nejislarning alam xo'rliqlarini bo'ldi degicha tatgan Xalay bilan Naima taqdirning iltifoti ham yashayotgan bo'lsa-mu, lekin yurakidagi dog'lar tamoman yo'qolgani yo'q. Ana balaning bag'ri nomusliq nadomatlar tig'laridan laxta qonga aylangan. Shunga ular o'sha madaniyatlik hayvonlardan qo'rqidi. Yurak oldi bo'p ketgan. Mana qarang, Xalay oddiy dehqon Ayozni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, Naima ko'murchi balani umrlik jo'ri qilib tanladi. Ularning bosgan yo'llari xayrlik bo'larmi? Bir nima demak tez. Egisi bilmasa, bandi bilib bo'lmas. Xalayg'u umrining oxirigacha Ayozni g'oyivana yaxshi ko'rib, muhabbatini u dunyoga o'zi bilan birga elib ketishi mumkin. Ammo Naima bilan to'g'liqchi. Ularning qo'shilishi o'zlariga bog'liq-ku. Aytilishga shundoq aytiladi. Ammo reallik ham odamlar ularning orzu tilaklariga boqmaydi. Go'yo Naimaning yuragini ular yasab bergandek, bu qizning his tuyg'ularini, sevgi muhabbati, umid tilaklarini o'zlari bilgancha boshqurg'usi ham taqdiriga changal solg'usi. Belqut xazinasi. Shundoq odamlar borkin, xuddi qo'tir eshakdek sirkalmaydigan yeri yo'q. Bizdagi nasab shajarasi, pul dunyo ko'z qarashi, yurtvozlik, tar mahkamachiligi, amal mansab hukmronligi qatorliqlar qachongacha odamlar o'ttirsidagi to'qqanchilik, mehr muhabbat, do'stlik ham burch munosabatlarini tark etadi. Xalay divanda bosh selib o'ltirgan qizi Naimaga qaragan seri yo'g'on yosh tomchilari do'malab tushmoqda edi. Endi qandoq qilib? Shon shuhrat, nom atoq, obro'y, nasab uchun jinini selib berishdan yonmaydigan nozir ularni ko'rib qopti. Yana kelib shuncha mo'tivar zotlar, obro'yliq boylar, amaldorlik tojisiga to'pi qondirmaydigan mansabdorlar bos o'rinda hammasi ko'ribdi. Ular nimalarni deyishgandu? Bu odamlar ko'rinishda salobatlik, bir-birining nom amaliga bay'at qilgandek, issiq salomlashib yurganda qig'ini bilan ichi qo'tir, ko'zi kichik, qursig'i tor, ko'ranmas odamlar. Kimning kichikkina aybi ko'rilsa, "Voyt" deb vaqirishadigan. Bo'lsa, eng yaqin birodarining bir yerlari echilib qilib, xalqning oldida qongacha bir kulishi bo'lsa, uni masxara qilib, xas tuproq bilan tang qilib etsa, shodlanadigan qora niyatlar. Bu ko'ralmas masxarivozlarning eng oldida yo'l boshlab mang'adigan sarkisi yiliqi ishqivoz dok ag'zam to'ra. Uning sesiq og'zidan hargiz yaxshi gap chiqmaydi. Turdi Hasan mana o'sha odamlar oldida yuzi to'kilgan ekan, oilada biror bo'ron chiqarmay qolarmi? Naima qizim, dedi Xalay yer baqqan peti. Urumchiga ketsangiz bo'larmikin?
Özümningmi berib kelish bir o'yin bor edi. Nayma opasiga tikilib qarayamadi. Ammo berishning oldida tug'liq bilan bir ko'rishmsam bo'lmaydi. Yana nima deb jo'ylayapsiz? Xolay vaqirvatdi. Meni yashig'ili qo'yamsiz yo'q. Dadingiz kelib qolsa texi nima ishlar bo'lib ketay? Apa, siz bir burda nondan ansiravyapsiz. Nayma ochiqida nima deyotganligini bilmay qoldi. Xizmatingizdan qasdan qoldirayotgan dadamning maqsadimi sizni mushundoq benazar qilib qo'yish edi. U garchi o'z otangiz bo'lmasimi, uning ajri izchil samimiy bo'ldi. Xolay deriza oldiga keldi. 4 yoshingizdan tortib baxtdi. Bo'yningizni qisildirmay, to'qqizingizini talqib berdi. Hatto oliy maktabga o'tamasangiz, uning amalini qildi. Biroq ikramdak bir razil mal'un uchun o'qishingizni tashlab, do'kon ochib, uni o'qitdingiz. Oqibat nima bo'ldi? Sizdek go'zallikda tangdorsiz, o'zining qizidek bir kichik notivanni elib olgan ekan, badal to'lamasi bo'lamdi ekan. Naymamu o'rnidan turib ketdi. Bugun u ishlarni esimga selib obdan qildingiz. Har qanday odamning, bo'libmi yoshlarning azidigan, qaymoqadigan, turmush ochchiligi duch kelganda yo'lni to'g'ri tanlayolmay, tengirqab qoladigan chog'lari bo'ladi. Sizmi buningdan mustasno emas. Xolay nima deyarini bilmay qoldi. Chunki Nayma uning eng ojiz tarafiga qo'l solgan edi. Rost emasmi? Mas'ud maktabda qandoq bola edi. Qanchilab tanqid anglab, tekshirish nomalarni yozmagan. Shundoq turg'uliq Xolay uning qurgan to'zg'iga tushib qolmadimi? Bo'ldi qizim, takallashmayli. Men sizga tang bo'lamayman. Xolayning yig'ilganligi ovozidan bilindi. Ikkimiz xafa bo'lishib qolsak, bir-birimizning yurak yoralarini tatilab qo'ydik ekanmiz. Xafa bo'lmang, opa. Nayma Xolayning oqisidan quchoqladi. Mening mush og'zimni ba'zida qaqillaydi chaplab etkim keladi. Ya Allah, qizim. Bir gapingiz yig'latadi, bir gapingiz kuldiradi. Og'zingiz ajabmi ishtiqo sizning. Bugungi ish to'g'riliq dadamga o'zim javob beray. Jenim dada, endi bu ishlar takrorlanmaydi deb va'da beringki, og'zingizni hargiz qattiq qilmang. Men o'z vaqtimga to'p chachadigan gaplarni qilmayman, gapning rostini deyman. Po'ximang. Dadangiz sizni yaxshi bo'lsin uchun shunday qiladi. Uning yomon niyati yo'q. Yomon niyati yo'q? Nayma asta takrorladi. Buni vaqt belgilaydi. Qani ko'ramiz. Ular yana munozirlashgan bo'ladi, lekin ho'ylaga mashina kirib keldi. Xolay derizadan erining oldirab mashinadan tushganligini ko'rdi-da, ustaldagi narsalarni ishorat qildi. Nayma tilxatning asl nusxasini dadasining ishtanining orqa yonchig'iga, qolgan ko'paytirilgan nusxalarini so'mkasiga oldirab selib bo'lish bilanla turdi Hasan qora bo'randek etilib kirdi. Uning yuzi hüppidi esilib ketgan bo'lib, ko'zlari necha uxlamagan odamdek qizargan edi. Etlik kalpukları bo'lsa, tinimsiz mitildab, soğuq talatidan vahshiylik chiqib turadi. Uning yovuzlik yig'ib turgan chiroyidan aymangan Xolay darhol o'rnidan turib Naimaga qaradi. Qizim, dadangizga choy damlab kiring, ustabma qolgandi. Lozimi yo'q, usamadim. Turdi Hasan qotlanma o'rindiqni joqla qo'yib eshik oldini to'sib o'ltirdi. Usugan taqdirdimi, mundaq tuzkorning chayini ichmasmana? Xolayning ko'zlari g'ilpallab qiziga pallada qarab qo'ydi. Naimaning birdilla jahlit qatdi bo'lg'ay, umu petini buzmay, qo'llarini oqisiga qilib tomga yo'landi.
Hem hiç heyiqmaydı Turdi Hasan'ga ko'zlarini qadadi. U mushu yoshliq bo'g'icha dadasiga bundaq sovuq nazarda qaramagan edi. Durust. Naima 4 yoshdan oshganda o'gay dadaliq bo'lib qoldi. Biroq uning Turdi Hasanni o'gay dada deb o'ylashqili tili kuyatdi. Nima uchun? Xal'ayning husn ruxsariga ming baloliqda erishgan Turdi Hasan Naimani o'z pushtidan tamg'an qizi Hamidadan muchari ko'ratdi. O'gay degan bu ko'ngilsiz atalg'uni hech kimning tilga elishiga ruxsat qilmaydi. Ham shuningga oid har qanday doritmalash, so'g'uq nazar, sesiq gap qilishlarni qat'iy cheklaydi. Hatto u bir qitim "Xal'ay, agar birarsidan Naima o'gaykan degan so'zni anglab qolsam, sizdan ko'raman" degan edi. Shunga dacha selangan shu yillardan beri Ayaz bilan Oysimamu Naimaning Turdi Hasanga o'gay ekanligini bilmay o'tib ketdi. Hatta balaliqidan birga o'sib cho'ng bo'lgan Ikrammu bu ishdan xabari yo'q ekan. Xo'sh, shundaqkan Turdi Hasan bugungi kunda Naimani tuzg'or deb tillash orqali o'zi tuzgan qoida nizomlar qal'asini o'z qo'li bilan buzgan edi. U zodi nima demoqchi? Seningdek yotlab pushtidan bo'lgan bir yetim o'g'loqni beqib cho'ng qilmaganim osonga tushganmi? Sening shu dematlik bo'lmaqan kimning saxovati? Mening bu jon kuyarlikim badiliga bir ko'murchi balaga taqdiringni bog'lab, mening yuz obro'yimni, shon shuhratimni xas tuproq qildim. Bu tuzkorlik bo'lmay nima? degan yalang'och bishorat edi. Bu so'z Naimaning yuziga xo'rliq yundasini chashqandek bo'ldi. Shunga uning chiroyi g'azabdan qizirib ketdi. Dada, gapingizni men to'liqlab qo'ysam xafa bo'lmaydigansiz. Muloyim Naimani nimadir qo'rqmas qilib atgan edi. Tuzkorning orqasiga xoin, osiy degan atalg'ularni qo'shib atgan bo'lsangiz, qursoq ko'pikingiz bir yo'lini bo'shaydi. Chunki mendek bir otsiz qiz tuzingizni yeb, tuzliqingizni chaqdim emasmi? Bu xoinlik ham osiylik bo'lmaydimi? Naima? Xal'ay chiroyi sup-sur tatirib ketgan Turdi Hasanga qaradi. Og'zingizni tiying. U sizning dadangiz. Shundoq, men ta hozirgacha Nazir dadamga qari sanamay kelgan edim. Ham sizg'an siziqidan faqatli chiqmadim. Naimaning ko'zlaridan 2 tomchi yosh orqa-orqadan do'milab tushdi. Biroq dadam o'z og'zi bilan sen bo'lsang mening pushtim emas degan bir nuqtani isbotlab berdi, shundaq-ku. Bu Xal'ay zodi nima bo'lib ketdi o'zi? Turdi Hasan ketkizib qo'yganligiga o'rtinib ketdi. Men shundaq dedim-mi? Mening so'zimdan shundaq ma'no chiqqandi, ha? Naima, nimandaq ta'tirlik qiladigansiz? dedi Xal'ay ko'zlaridagi yoshni surtmay. Albatta, dadangiz sizni yomon bo'lsin demaydi-ku. G'imingizni yeb, japoyingizni tortib kelyotidi. Rost deysiz, apa. Oliy maktabga o'tamisam, kimlarningdir arxivlarini tayyor qilib berdi. Naimaning talaffuzi ta'addi bilan chiqyotdi. 50 ming so'm xajlab grim dukunining xo'jayini qilib qo'ydi. Mushundaq g'imimni yeb, japoyimni topgan yerda men tuzkorlik qilmasam bo'ladi. Bo'ldi. Men yomon, eski, men yaxshi ota emas. Ota o'gaylamas, bola o'gaylar degan gapga endi ishondim. Mening shunchalik gapim tosh to'qmoqdek bilingan bo'lsa, mushu og'zim, hammani qilgan mushu og'zim. Turdi Hasan og'ziga bir necha shapaloq selib edi, qalpoqlari qonab ketdi. Bilib qo'ying, sessangiz ozg'ini do'stlaringizning oldida sesiysiz. Menchu
bütün jamiyatning oldida sesiyman. Meni bilmaydigan odam yo'q. Menga yuz kerak emasmi? Bugun shahardagi eng mo'tivar zotlar, boylar, cho'ng amaldorlar, jamoat arboblari oldida yuzim toplama tezak bo'ldi. Ba'zi dili zahar, tili nashtar mal'ullar naq maydondalar nom sharpimga nijosat suvidi. O'rnidan turib qo'llarini shiltib, mo'rilarini silkib, qattiq hayajon bilan vaqiravatgan turdi Hasan. Zo'qqida o'ltirib, tizlariga jaynaklagancha chekinlarini qamalladi. Nayma, hey nayma. Yumshoq karvatga qo'llari cho'kib ketgan Xolay beshini ist aylagandek chayqamoqda edi. Yurkingizga qo'lingizni selib beqing. Dadangizning qilganlarini 10 jeningiz bo'lsa-mu qaytirib bo'lamaysiz. Xapomanga dada. Nayima turdi Hasanning bechora holatini ko'rib ichi og'rib qoldi. Mendan o'tgan bo'lsa, apu qiling. Durus, Nayima izotatdi. Tuz ko'r degan bir eg'iz gapga shunchavala esilvamisi bo'ladi. Dadasining niyati bilan hisoblashib o'ltirmasaqmi, Nayimani shu bo'yliq bo'lg'icha xuddi qo'lo'li qarnidagi marvayitdak e'tiborlab boqqani rostku. Shu turqida bu bag'ri yumshoq qiz dadasining og'zidagi qonni ko'rib birdilla erib qoldi-da, uning oldida tizlanib o'ltirib, qalpuqlarini surtdi. Bo'libmi turdi Hasanning oti o'gaylimas, bola o'gaylar. Mening shunchalik gapim tosh to'qmoqdek bilingan bo'lsa, men butun jamiyat oldida sesiyman. Menga yuz kerak emasmi? Naq maydondalar nom sharifimga nijosat suvidi degan so'zlari Naimaning qalb rishtalarini chekib, izha nomus ko'llarini tavirtayotgan bo'lsa, opsi Xolay, yuragingizga qo'l selib beqing. 10 jeningiz bo'lsa-mu dadangizning qilganlarini qaytirib bo'lamaysiz. Deyish orqali erining nurg'unlagan saxovat ham shafoatlarini esiga solgan edi. Tova, ajoyib ustalik. Turdi Hasan bir eg'iz gapni ortiq qilib ketkizib qo'yganligini qizning azaylashlaridan bilib qoldi-da, xotni yo'tkidi. Әмді көмірчі баланың гепini chiqirib, nab olamaydiganligiga ko'zi yetdi. Aksicha Naimaning jahlini qotirib, keyingi nozik planlarining quyruqini qum besib qilishidan ansiradi. Undaqda eng to'g'ri ham osoyishlik yo'l zodi qaysi? Mijazi tüptüs, ko'ngli oq, bag'ri yumshoq, asan hayajonlanadigan bu ona balalarni eng yaxshisi ta'sirlantirish kerak. Hatto ular ich og'ritishdan yuraklari ezilib, ko'z yoshi to'kib, apu so'rasin. Buning uchun bo'ronqi himmat saxovatlarini minnat qilmay, balkim o'zining uvalchilikqa uchirganliklarini deyish kerak. Hatto bu nahaqchilikqa chidayolmay, o'zini o'zi qachatlasa nima bo'pti? O'tmishdagi xon podshohlarmu kichikkina nusrat uchun xotin qizlarini do'g'i tikkan emasmidi? Oningga qaraganda tumshqi ozgina qanab ketsa, qarayti chaqliqku. Shiddat bilan besib kelgan bir parcha qora bulut chaqmaqini chiqib, hayvatlik guldirlab o'tib ketdi. Biroq uning yoshirin vahimasi necha kunlargacha Xolayning ko'nglidan ko'tarilmay uni andishaga selib qo'ydi. Garchi turdi Hasan gelini qirib qo'yib, so'z tabassum ichida gediyib yurganda qig'ini bilan chivinning qonatida ko'ngil og'riqini 10 yillab unutmaydigan adovatxo'r odam edi. U qandaqdir muqomlarga keltirib o'ch oladi yoki nashtirini 1-2 qatam sanjib elib puxadin chiqadi. Bir kechasi amdili yotgan Xolay qizi Naima uchun kechirim so'rab edi. Turdi Hasanning burnining ikki tarafidagi cho'nqur qo'riq bo'lsa, mangzi tarafga salla tortishdi.
Bu əlbəttə külümsirgan ifoda edi. Biroq ko'zlarining qorchuqi pildirlamay bir yerda qetib turganicha cheqin chiqyotdi. Shundaqdimi turdi Hasan ovoziga muloyimlik, chiroyiga samimiylik tusini berib, ko'nglidikini deb baxmoqchi bo'ldi. Chunki 3 kunning oldida Ayazning qo'lidagi tilxatni qo'lga tushirish vasvasiga tushib qolgan turdi Hasan, Obzar xo'janing chayiga kechikib qolganligi uchun Udulla kichik cho'qurga borgan edi. Saqchi boshlig'i Mahmud Ziya uningga qatlangan bir konvertni berib, "Qovuzning tavi bo'lmag'ashqa men og'ash keldim", dedi. Ular ikkisi Merkezi partiya maktabida birga o'qigan saboqdoshlardan edi. Turdi Hasan dalda bir yerda konvertni ochdi. Zaharlik suiqasdi barbod bo'lgan qovuz oxirgi umidini Turdi Hasanga bog'lagan edi. U xitida dadisining oltin do'kini echib bermaydiganligi haqida to'xtalib ag'zam to'rini bir muncha yomonlab bergan edi. U xatning oxirida "Agar Naimani to'y qilishga ma'qul keltiralisizlar, bir haftaning ichida 300 ming so'mlik oltin do'kini echib beraman" deb va'da qilgan edi. Qisqasi, qovuz xitida osmondagi yulduzni qo'ynalariga selib beraman demagan bo'lsa-mu, uningdan boshqani va'da qilgan edi. Demisimi, qovuz har qanday ishda ko'ngli xush bo'ldi-mu, mardligi tutib hech nimani ayamaydi. Mana amdilikda so'lati 100 g'irish, xo'riki 1000 g'irish hol ay bo'lsa, qizi uchun kechirim so'rayotdi. Bundaq aplik fursatda uni bir chekib ko'misi bo'lmaydi-da. "Hol ay", dedi Turdi Hasan past ovozda. "Naymaga xizmat ishlab boqsangiz bo'pti ekan. Qovuz bakmu tanglikka selyapti. Albatta, umu o'rimchi ko'zga ko'ringan boylardan bo'p qoldi." "Nima?" Xalay g'azablandi-yu, biroq shu hamon o'zini tutib oldi. "Qovuz bo'lmag'ir odam, uning qo'lidan hamma askilik keladi. Eng yaxshisi Naimaning xohishiga boqmasak bo'lmas." "Xohishiga boqmasak" degan qandoq gap u? Turdi Hasanning ko'z jiyaklari yirtilib ichildi. "Sizmi heliqi kömürçi zangiga moyil bo'lib qolgan o'xshamamsiz?" "Men undaq demadim-ku." Xalayning ovozidan amalsizlik chiqib turadi. "Men sizdan battar xafa bo'lyapman." "Bilaman, siz qovozga o'ch." Turdi Hasan Xalayga ko'z quyrug'ida qarab qo'ydi. Biroq dadasining askiligi o'ziga, o'g'lida nima gunoh? Xalqlarning yolg'on yovdoq gaplariga ishonmang. Hammasi qovuzni ko'rmaganlarning topgan fitna ig'volari. Shundaqmi? Xalayning ovozidan qattiq ta'addi, qiyniqmas dushmanlik purg'i kelib turadi. Lekin Turdi Hasan buningga ancha diqqat qilmadi bo'g'ay. Shundaqmi so'zidan mamnun bo'lgandek bo'ldi. Xalay bo'lsa, u mal'unning ismini endi anglamay degandek so'z karvanini boshqa yoqqa burdi. "Naima o'rimchiga mangmoqchi", dedi Xalay erining chiroyiga qaramayla. "Bir necha kundan beri sizdan xijil bo'lib diyammidi? Ati o'gin mengib qolarmikin?" "Qaytib keladigan-du." Turdi Hasanning qapoqlari mijjida turildi. "Alayli, do'konining ishlarini bir qurrabga selib elib deyman-a?" "Albatta keladi." Ko'zlari yumilib ketayotgan Xalay so'zib esnadi. Necha yillardan beri xeyli charchagandek qiladi. Bu yil yozni mashhada o'tkazaman degandek qiladi-ku. Qara, bu ona bola Hozozullarning niyatining yomonligini. O'rimchiga berish nimaga zo'rroq qolgandi, ha? Tayinliq ikki do'konning bankadagi hisobotining maxfiy nomerini o'zgartirish, bank nomerini almashtirish. To'g'ri,
pulni yetkash, kimningdir nomida yetkash. Chunki u qanchoq heliqi zangiga oshiq. Mening o'lsammi qo'shilmaydiganligim ularga ayon. Turdi Hasanning kallasidan ana shunda xiyol kechayotganida tuyuqsizla bugun kashlik tamoq oldidagi bir sirliq ish ko'z oldida namoyon bo'ldi. Bo'kkida anar ko'chatlari yanidagi chig'ir yo'lda Naima Oyazga nimadir dedi bo'g'ay, u beshini g'ildinglatdi. Ham ular to'limi qisqa bir narsa deyishib ayrilishdi. U ikkisini nima majburiyat uchrashtirgandir? Nimalarni deyishgandir? Yoki Naima xol oy bilan Oyaz o'ttirsida dallollik qilyapamdi? Yo'q, bu qiz undoq kelish paxas ballardan emas. Mana shundoq taq-tuqqa suollar bilan tengirqab qolgan Turdi Hasanning birdilla ko'z oldi yo'rib, sirliq uchrashishning tegiga yetgandek bo'ldi. To'g'ri, Naima Urumchiga menish oldida heliqi ko'murchi zangi bilan uchrashish kerak. Xol-oy! Turdi Hasan o'llikroq to'ladi. Hey, xol-oy! Ayolining yanida pushildab uxlayotganligidan ko'ngli amin topgan Turdi Hasan yana birdam yotgandan keyin o'rnidan asta turdi. Ondan shipildab koridorga chiqdi-da, chatdagi hujra oldiga shapi chiqarmay yetib keldi. Eshik qiya ochiq bo'lib, derazadan tushgan oy nurida uy ichi suv yo'rib turibdi. Turdi Hasanning qilin qapoqlari dahshatli tutilib, tishlari g'uchirladi. U o'ylagandekla Naima hujrasida yo'q edi. Turdi Hasan palampaylardan tushgan oy nurida grimsan havorang tovalanib turgan o'yli bog'larga zan sanmoqda edi. Dacha go'ya yer tinchayotgandek jimjit uyquda bo'lib, ko'l bo'yidagi ravoq ham shoda o'rindiqlar qorayib turibdi. Yulduz to'dilari qaplagan nil ranglik osmon shunchalik go'zal ham mata tanlik ediki, kishi bu sirliq dunyoning ajoyib karomatlariga tasanno o'qiydi. Ammo bu Go'riston jimliqiga cho'mgan tun kechida Oyazning ikkili derisi xuddi parqaroq qo'ng'izdek yo'rib turadi. Buningdan gumoni kuchaygan Turdi Hasanning qorchuqlari go'yo qushqash changisiga qadalgan o'g'ir mushukning ko'zlaridek yaltirab ketdi. U Oyazning uyiga asta yaqinlashdi-yu, darhalla anar ko'chatlari doldisiga zo'ng'iyib o'ltirib oldi. Chunki eshik ochilib, Oyazning qomatli kelishgan gavdasi ko'rindi. U atrofga nazar solgandan keyin nimadir deb shivirlagan edi. Keng ko'kraklik egiz bo'y birsi bilan savri badan nozik bir kulanga uydan chiqdi. Turdi Hasan anar ko'chatlari orasidan ularning birsi Naima, yana birsi ko'murchi bola ekanligini aniq tanidi. Voy, rasvo solamchi! Shivirladi Turdi Hasan. To'g'liq bilan Naimaga nimadir davatgan Oyazni tillab. To'qsanang to'ldi munofiq. Tevinadigan pakit isbotlaringmi kuyib kul bo'ldi. Qani nimang bilan sakraysankin amdi. Turdi Hasanning ichiga uyib ketgan o'g'a birdilla o'rlashga boshladi. U etilib chiqib, uchilisini rasvo qilgisi keldi. Biroq uning tutayotgan g'azab yolqinini keyinki yetmoqchi bo'lgan orzulari cho'ldagi beshindak vashshida o'chirdi. Qisqasi, muhabbat o't pirog'ida kuyib, sherin azobidan lazzatlanayotgan qizning hech nimadan yonmaydiganligi aniq edi. Shundaqla uning g'azab o'tini tutashtirib, jannati rizvonga yetanmaydiganligini biladi. Shunga u Oyaz bilan Naimaning tug'liqni shotiga yamashtirib, tomdan ortildirib, tushirib etganga qadar sukut qilib jim o'ltirdi. Dumbaq oxiri yerildi. Naima Urumchiga mengib
Hepti bo'lmayla Turdi Hasanning pensiyaga chiqqanlik xabari keldi. U quloqlariga xabarning rost yolg'onligiga ishonmayla qoldi. Hatto birodarlarimdan birarsi chaqchaq qilayotgan bo'lishi mumkin degan umidda "Vay, kotib, aniqroq so'zla, anglayolmadim" deb behmu zaif g'ingshidi. Biroq pensiyaga chiqarish rasmiyatlaringiz yuqoridan tasdiqlanib tushdi degan so'z uning mengisidan kirib topinidan chiqib ketganligi rost. Shunga Turdi Hasan ketsi dachaga aymanmay kirgan ko'murchi zangining adabini berish niyatidan vaqtincha yondi. Albatta bu shum xabar Ag'zam to'rining quliqiga kirib qolsa, bu iskatsiz do'q xo'shalligida chosuvda usul o'ynashdan yanmaydi. Texi oltin do'kini ichib berish uyoqda tursin, men seni nada ko'rdim, mutaham deb tilishi turganligi. Shunga u darhalla shaharga kirdi. Lekin Ag'zam to'ra yeliqi sur bosgan dochida bo'lmay, balki oltin konga ketgan edi. Turdi Hasan huzuri jannat sauna monchasiga bordi. Nozirni taniydigan ling tasma bosh mulozim uni ichkari tashqari bo'limlardan o'tkazib ayrimxonaga obordi. U oldidagi g'alati manzarani ko'rib, ko'zlariga ishonmay qoldi. Xuddi qaynoq suvda patlash uchun taxt pushqa elib qo'ygan tunguzdek qop-qora bir odam karvatda lig'irlab dum yotadi. Uning uchisida kiyimga taliq birer tol yetmi bo'lmag'ashqa buqi bo'ynidan tortib so'gat kutikidek dumbisini, bir dast langpondek sag'irsini, juvaz o'qidek bilak yo'tillarini suvari chupur qoplab ketgashga go'yo alomat zo'r tuklik qurt qili o'xshaydi. Ammo bellari inchga, oppoq badallik, nozuk bir qiz bu qora qurtning ustiga minib olib, yumron alqonlarida uni uvalayotdi. Turdi Hasan qizning qip-yalang'och turqidan ayminib kayniga yanmoqchi bo'lib edi, qiz likkida irg'ib pastga tushdi. Shu chog'da ayon bo'ldiki, qiz har holda butunlay yalang'och emas edi. Uning dipdigila qo'sh ko'ksining to'pchalarini yetib turgan quta og'zidak beg'irtaq, uyatliq yeriga tortib olgan to'rsimon qizil gul yapqo'la inchka yip bilan tortilg'ashqa orqa tarafi yalang'och ko'rinadi. Qavuz begim, bosh mulozim bekchilardek to'lg'inib mungluq xingladi. Hay Qavuz begim, Nazir xo'jam ketdikan, o'ziri bir nima deganda qilib edilar. Tu Nazir keldimi? Qavuz qayrilib asnavidi, varaqning sesiq busi gupli urildi. Merhaba tu Nazir, kiyimlarini salsila. Mening kelgusi qaynatam, qani silamu huzuri jannatning payzini bir tetib baqsila. Bo'ldi. Men boshqa chaqda kelay. Hey qanjoq, oqta otning kokisidek gildinglab turg'icha Nozir begimni yeshindirman sen. Qavuz yerim yalang'och qizga vaqirdi. Tez bo'l, mabishak. Qavuz begimning nima deganini sen menga olamadingmi? Bosh mulozim bo'ynini qiqib, qoshlarini etib, ovozlarini sozlab, ko'zlarini o'ynatdi. Xudoyim, olqandak yerni sallaga bergicha menga baschu koshki. Voy, qadriga yetmagan aqlsiz po'xla. Oppoq qiz taraf bala Turdi Hasanning bel tasmasiga esildi. Nozir uning qo'lini ishtirib etgan edi, u ishtonning tugmasiga qo'l uzatdi. Ishning chatoqligini his qilgan Turdi Hasan chimeliga yem bo'lish oldida turgan kasbanchukdek g'ildirlab chiqib ketdi. U koridorga chiqqandan keyin peshonasidagi terlarini surtib, deb chonqir tindi.
Әлбәттә, u intayin qo'rqinchli bir fojiadan qutulgan edi. Heliqi yillarda naq mushundaq chömölə, bəl nazininlar, naz kərəşmələri orqalıq xilma-xil dorilarni yegizib, onu kardan chiqargan emasmidi? Baya qavuz oppoq qizni oqta otning bir nemisiga o'xshatib tillaganda Turdi Hasan xudiksinib o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi. Xayriyat pensiya xabarining ota-bola millionerlarning quliqiga yetib kelishidan ansiragan Turdi Hasan dastlab qeyri chayon, ag'zam do'qni izlab oltin konga 5 kungacha bordi. Lekin topolmadi. Ba'zilar uni tog'dagi mollardan 2000 tuyoq qo'y kolini bir chorvachilik maydoniga o'tkazaman deganda qilgan desa, yana ba'zilar bankaga setilgan oltindan masala ko'rilibdi-dek, tayinliq Urumchidagi bosh apparatga ketdimikin deyishdi. Oltin kondagi texnik bo'lim boshlig'i bo'lsa, tog'liqlar yana qutirab qoldi. Shunga yuqori rahbarlik bilan so'zlashgili ketgan o'xshaydi, deb mujmal javob berdi. Lekin bu gaplarning hammasi quruq farazlar edi. Davlat bankalari o'tkazib olgan oltinlar yuqori texnikalik tekshirishlardan o'tkazilgachga onundan masala chiqishi aqlga sig'maydi. Tog'liqlarga yangi yayloq ko'rsatib berilganga texi uzun bo'lmadi. Ularning jidal chiqirishiga Turdi Hasan hargiz ishonmaydi. Әмді tağdaki mallarni her yili bir taraf qiladigan maxsus xodimlar bor bo'lib, a'zam undaq jafoliq ishlar bilan o'zini ufirtadigan odam emas edi. Turdi Hasan pensiya shum xabaridan ularning xabar topgan topmaganligini bilish uchun qovuzni ikkinchi qitim izlab berib, unimi topolmadi. Bu ota-bola hiyligarlar maslahatlashib olgandaklar qarasini ko'rsatmay 10 necha kun o'tib ketdi. Taqti taq bo'lgan Turdi Hasan bugun sahardala mashinasini o'zi haydab yo'lga chiqdi. U huzuri jannat sauna monchisining boshqarish ishxonasiga berib saqlamoqchi edi, ammo Iran daryo sohillarini qoplab ketgan qizil yo'pirmoqlik Iran o'rmonligidan o'tib oq yo'lga qayrilishig'ala oldidan bir kichik mashina quyindek yetib keldi. Turdi Hasan mashinani yondab o'tib ketayotganda tonishlar bir ovoz uni chaqirib qoldi. Assalomu alaykum, Tunazir. Mashina derisidan qovuzning yo'g'on yalpi yuzi ko'rindi. Qoq sahardalar safar qayoqqa? Turdi Hasan Iran o'rmonligini ishora qilib nimalarnidir degan edi. Qovuz mashinasini so'lga qayirib, pastlab o'rmon ichiga kirdi. Orqadan Turdi Hasanning mashinasimi yetib keldi. Ular mashinalardan tushib, Iran daryo bo'yidagi ko'p-ko'k chimliqqa kelib o'ltirishdi. Qovuz qizil munar markali tamakisini chiqarib tutashtirdi. Turdi Hasanning tamaki chaqmaydiganligini bilgachga uningga tanglimadi. Turdi Hasan kichik cho'qirda qovuzning xetini topshirib olganiga 20 kundan oshgan edi. Qovuz Naima to'g'riliq xush xabarni saqlab, shuncha kunlarning o'tib ketganligini bilmayli qoldi. Ammo o'tganda Turdi Hasan uni izlab borganda ig'ir maslik hem heliqi Nazininning silab sipashlaridan xudini yo'qitib qo'ygan qovuz bo'lsa, Naimani unutgan edi. Shunga u bugun Turdi Hasanning o'tganda nima vajidan izdeganligini bilish niyatida atdigandala dochaga qarab yo'lga chiqqan edi. Lekin u Naimaning Urumchiga ketganligini anglab lassida bo'lib qoldi. Necha kun bo'ldi? Hajab uxmay qapti mana? So'rdi qovuz og'izdagi tutunni pulab etib. 18 kun bo'ldi. Turdi Hasan qo'polli tegdi. O'tganda kirsam, may bo'lib ketibdikansiz. U kuni pig'onim o'rlab shundoq bo'lib qoldi, dedi qovuz nagadir tikilib. Xap qeri. Yoshirin o'yingni tepib olsam, o'zing bilan qo'shib
ko'sayga oylandırıp qo'yatdim. So'da nemish yuz berdi boyvachcha? So'ramayli qo'ying nazir. Qovuz suga shaloqqida tükürdü. Dadam degan qerixonga 17 yoshlik bir qizni nikohlab elib, shahardan uy tutib beribdi. Mana shuningdan beri qarisini ko'rsatmay yuridi. 10 kundan beri bir to'qay odamim shuning payida. Xato anglab qolgansiz boyvachcha. Turdi Hasan gap ilish niyatida dedi. Bu törämning kushandalarining topgan ig'vosi bo'lib qolmasin yana. Siz u maydivoz pasandini to'liq tushunmaysiz. Qovuz tamaki qoldiqini pirqirtib daryoga tashladi. Men beka ko'klayotganim yo'q. O'sha nikohga qatnashgan to'landi maqsumning qoniyini bo'g'ib, yerga birli niqtab turvasam, jon ochiqida jartdi birni qo'yib etib, ondan betbadi. Mundaq deng. Töräm birer payda kunam yetkizmasa. Turdi Hasan qovuzning etishgan jarohatiga to'satdi. Kichikkina bir qizni bo'visidek odamga beramdi. Shu emasmi? Bilqut xazinasi chiroyi purishib ketdi. Qizning ota-onasi to'nir yasab sotadigan ko'k namratlarkan. Ular 9 balani baqamay qizini sodalashib dadamga beribdi. Bu ishqivozlik oxiri ro'zg'orimizni qiz cho'kanlarning jigdilik bog'larida vayron qiladigan bo'ldi. Bir-birining payida yurgan bu ota balaning 10 kundan beri yo'qab ketganligining tegiga yetgan turdi Hasan ixtiyorsiz hol ayni eslab qoldi. A'zam töre nayimaga elchi kirgizib burniga yegandan keyin xotinboz qovuz qanot so'rab dochida paydo bo'ldi. Shu chaqda hol ay ba'zilari boy bo'lsa muarifga yordam qilib nomratlarni yo'laydi ekan. Ammo bizning ba'zi boylarimiz puli ko'paygan sari xotin ustiga xotin elib shahvat xo'rliqqa beriladi ekan degan edi. Mana avu dok qerining ikkala puti go'rga sangilab qolsa-mu, yanana yosh qizlarning taptik haroratiga maydisini qoqlab yuribdi. Qovuz bo'lsa, otasining yilikini sho'rab, sauna satanglarini samirtib atadi. Otasining g'iri nima bo'lsa, bo'lmamdi. Uning bilan turdi Hasanning nima ishi? Ular payisha xotinlarning yunda avrazlariga chilishib qolamdi yoki bir-birini talab qancha ishamdi. O'zlarining sho'ri. Ularning mundaq chelishishlari turdi Hasan uchun ziyini yo'q. Mana 10 kundan beri ular bir-biriga xirs qilib, bir-birining payida yurib, pensiyadan iborat shum xabardan xabarsiz qoldi. Ota balani bir-biriga kirishtirib qo'ysa, ba'zida o'ttiridan foyda og'ilimi bo'ladi texi. Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jalolidin Bähramnىڭ Kömürçi Bala nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.